Mantiqasi qonda pishadigan shunaqa ajoyib mazali va kam xarj bo'lgan bombochka pechenye haqida bilarmidingiz? Bilmasangiz yurakchani qizartirib videoni oxirigacha tomosha qiling. Navbatdagi unutilgan retsept bilan bo'lishaman. Tuxumga shakar qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. Keyin soda qo'shib yana yaxshilab aralashtirib olamiz. Asalni margarin bilan eritib olamiz. Hamma masalliqlarning proporsiyasi bilan videoning tagida opsioniyasida yozib qoldiraman. Tuxumli massamizni tinmasdan aralashtirib turib, issiq margarinli aralashmamizni qo'shib olamiz. Keyin un qo'shib yumshoq xamir qurib olamiz. Xamirimizni asali bo'lgani uchun qo'lga ozgina yopishadi. Ko'p un qo'shib yubormang. Keyin yong'oq ezvalichilik qilib mantiqasqonga terib olamiz. 25-30 daqiqada pishirib olamiz. Pechenyelarimizni qasqondan ajratib sovutib olamiz. Sovigach shokoladni glazur tayyorlaymiz. Shakarga kakao qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. Keyin sut qo'shib yaxshilab aralashtirib olovga qo'yamiz. 5-7 daqiqa qaynatib olamiz. Keyin tegini o'chirib, sariyog' qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. Glazurni 5-10 daqiqa sovutib olamiz. Ha, aytgancha obuna bo'lish tugmasini ham bosib keting. Blogimda bunaqa unutilgan kam xarj retseptlarni juda ham ko'p topishingiz mumkin. Keyin pechenyelarimizni videoda ko'rsatilganidek qilib glazurga bo'ktirib, keyin kokos qirindisi yoki maydalangan yong'oqqa bulg'ab olamiz. Qarang, qanaqa dasturxonni ko'rki bo'ladigan shirinlik bo'ldi. Nahotki bu shirinliklar dasturxonda o'z o'rnini yo'qotgan. Kommentariyada o'z fikringizni yozib keting.